Siz neymiş setiş xadim bo'lishni tanladingiz? Pul deb tag'in yaxshi turmush kechirish uchun. Yaxshi. Undaqda bu eshikni bo'lim boshliq Adilaga ochib berib kiramsiz. Bo'lim boshlig'i, men boshliq sizga kirib beraman degandi. Siz eshik chiqib kirishni bilmaysiz, qaytib kiring. Ma'qul. Kiram. Buni cho'qirang. Nadiraga chiqib bering, meni emas. Men bo'lim boshliq sizga beraman degandi. Voy bu mening narsam emaskan-ku, menga kelib nima ish qilsiz? Bilim boshqa qolmay. Qiziqmi ya? Boshliq, bu sizniki ekan-ku, xato aytib qo'ydimmi nima? Eching. Ichimlikka Bularni yangi xizmatdoshlaringizga taqdim bering. Muborak bo'lsin, siz qabul qilindingiz. rasman Qarang fikam, yaxshi bir setish xodim bo'lish uchun iqtidor bo'lsa bo'lmaydi. Eng muhimi sabrchanlik bo'lishi kerak. Ba'zida siz boshqalarning qo'pol muomalasiga, hatto ularning masxarasiga chiqishingiz kerak. Hayrat qiling, cho'qim yaxshi ishlaysiz. rahmat sizga.